Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ajoyib gap aytganlar bu to'g'risida. Kunduzi xotinini jirkib, kechasi birga yotadigan erkakdan hayron bo'lganlarda. Qanaqa qilib kunduzi sen qo'lingni ko'tarib urasan jirkaysan xotiningni, kechasi yana birga yotasan deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir sahobani ko'rdilar. O'sha sahoba quli bir xato ish qilganligi uchun urib turgan edi. Jazolab urayotgan edi. Sahobalar zulm qilishmaydi. Endi o'shanga sazovor, ya'ni o'shanga yarasha bir ish qilgan bo'lishi mumkinki, sahoba kaltaklab urayotgan edi qo'lini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey, menga qara" dedilar. O'sha sahobaga. "Sen bunga qanchalik kuch-qudrating yetib turgan bo'lsa, Alloh taolo senga bundan ham ko'proq kuch-qudrat yetadi" dedilar. Ya'ni nafaqat xotinni urish, yosh bola bo'lsa ham, birovni kim bo'lsa ham zulm qilib uradigan bo'lsa, unga qanchalik kuch-qudrat yetib turgan bo'lsa, esidan chiqarmasin, Alloh taolo bunga undan ham ko'proq kuch-qudrat yetadi. Shunda u sahoba nima qildilar? "Ey Rasululloh, sizni guvoh qilib aytaman, Alloh uchun ozod qildim buni" dedilar. Bundan so'ng payg'ambarimiz o'zlari gaplari ham bor. Hadisning davomi bor. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, "Shunday qilmaganing deydi, do'zaxga kirarding" dedilar. Zulm qilganing uchun. Shuning uchun ayollarimiz urushga arzimaydi. Ming yomon bo'lgan taqdirda ham, ming tili uzun bo'lgan taqdirda ham. Erkak kishi emaski bizga bas keladigan. O'zimizga tengdoshimiz bir erkak kishiga shunchalik urib qo'l ko'tara olamizmi? Bizga kuchi yetmaydigan ayolga, ya'ni zaif ayolga qo'l ko'tarish nima degan gap bu? Shuning uchun ta'lim berish kerak, o'rgatish kerak, odob berish kerak. Qo'l ko'tarishga, ya'ni yarashmaydi erkak kishiga. Payg'ambar alayhisolom aytganlaridek.